Men usta akalar bizda yangi hali sechinligi bor, ham parragi bor ventilyator. Raspakovka qilyapman. Bitirib bo'lgandan keyin sizlarga ko'rsatib chiqaman. Mana общий turishi, zapchastlar hammasi anzilli bo'ladi. Terishga 1 soat, 1,5 soat vaqt ketadi buni. Terish muammo bo'ldi. Hozir bizning kolonkамizda simi juda ham chiqmayotdi. O'sha sim mana bu ekan, o'sha orasidan chiqib keldi. Buni ham terish oson emas ekan. Уже yarim soat vaqtimiz o'g'irlab qo'ydi. Pul usta akalar terib bo'ldim. Mana bitta ko'ring qani. Mana shu faragini ham ishlatamiz. Buni har xil ranglarni almashtirsangiz bo'ladi. Nочной rejimga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Har xil ranglarigacha plus minus qilsangiz bo'ladi. Yarki, baland, mana 6-skoriga qo'yaman hozir. Bu narsa hamma yoqda trend bo'lyapti hozir. Mana yorug'lik baland qilsangiz ham bo'ladi. Shamoli juda ham kuchli ekan ustaga. Seninglar har doimgidek qimirlab ketyapti. Xohlasangiz chap tomonga ham aylanadi. Svetni o'chirib qo'ysangiz ham, faragi yoqib qo'ysangiz ham ishlaveradigan pozitsiyasi bor. Kelaverasiz.